Assalomu alaykum aziz obunachilar. Qani topdilar biz qaysi manzildamiz? Biz o'sha manzildamiz. Yana nasib qilgan kun deyishadi. Xayrullo aka bilan ko'rishish xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Xayrullo aka. Omonmisiz Qadilba? Yaxshimisiz? Qalaysiz? Charchamasdan. Taniganlar bormi? Xayrullo aka sizdan intervyu? Xuddi o'sha. Keling bu yoqqa o'ting. Biz keldik yana. Sizni yo'qlab keldik endi. İşlaringiz yaxshimi aka? Charchamang, joningiz sog', yaxshisizmi? Maza qiling. Nima yangiliklar aka? Sizni ko'rib obunachilar yana xursand bo'ladi. YouTube'da 20 mingdan oshiq ko'rdi. 500 tadan oshiq odamlar like bosishdi. Menimcha 300-400 tadan oshiq odam sizni komment yozib yaxshi fikrlar bildirishdi. Endi to'g'ri negativlar ham bo'lishadi. Lekin ko'pchilik sizga chin ma'noda xursand bo'lib, sizdan motivatsiya olib, xursand bo'lishdi. Ikki og'iz aziz obunachilarga tilinglar va yana bitta iqtibos yoki motivatsiya berib qo'yasiz. Mayli, yaxshilarni o'qidim, kechagida sizlarga aytib beraman. Biz sizlarni o'ldiramiz deydi. O'ldiramiz biz sizlarni. Qanday desa, biz sizlarni ilm olishingizga majbur qilamiz. Endi siz xohlasangiz ham oldingi inson bo'la olmaysiz. Hech kim uni qila olmaydi. Nima uchun siz bir insonni butun umrbek hayotini kechirib chiqdingiz. Endi siz tirik inson. Kecha bir bola xuddi shunaqa 40 varoqda bo'lib chiqqan, o'sha boshqa insonga aylanib. Keyin yaqinda mana eshitdim, Muhammad degan bir inson bo'lgan, vatanni himoya qildi Misrda. Ular vatanni qattiq himoya qilgan. Nima bo'ldi? Endi Napoleon Bonapart baribir ushlab oldi. Endi men seni o'ldirsam bo'ladi, lekin juda ham vatanparvar inson ekansan. O'ldirsam vatanparvar insonni o'ldirdi deb tarixda qolishni istayman. Endi senga bir shart, mana shu 10 ming tilla tanga olib kelib bersang, men seni aybingdan kechaman, mana shu askarlarimni o'ldirganini hisob o'tadi desa. Kulibdi u Muhammad. Mendan savdogarlarning 100 ming tanga qarzi bor. Meni bemalol senga olib kelib beraman. Borsa savdogarlar nima derkan? Endi qo'llarida kishanlar, askarlar turibdi. Biz seni tanimaymiz. Biz seni bilmaymiz. Sen bizni boshimizga balolar ko'p qoldirib kelding. Savdoyimizga zarar yetkazding. Aleksandriyani vayron qilishga sababchi sen bo'lding. Shunda endi yurak qalbi u vayron bo'lgan Muhammad Napoleon Bonapart oldiga borsa, Napoleon Bonapart shunday debdi. Endi men seni o'ldiraman. Sen himoya qilgan insonlar, ular qo'rqoq insonlar. Juda ham qo'rqoq. Ular uchun vatanning ozodligi umuman muhim emas. Ular uchun nafslari muhim, boyliklari muhim. Shuning uchun ham shuni sen uchun o'ldiraman deganda Muhammad bir ajoyib gapni gapirgan. Qarang. Ko'r insonlarga yo'lni ko'rsatmoq xuddi ko'r insonlarga yo'lni ko'rsatish uchun tanani yoqmoq bilan barobar. Qoyil qolish kerak. O'shaning uchun tafakkur qilinglar do'stlarim. Mashrabni olib tashladik, ahdi qilib osdik. Nasimiyni tomonidan so'ydik. Mirzo Ulug'bekni yo'q qildik, Ibn Sinoni inadik. Chet ellarga chiqib ketishga majbur bo'ldi do'stlarim. Tariximiz qancha orqaga qolib ketaverdi. Mana jadidiylar kerak ekan qo'llab-quvvatladinglar-ku. O'sha kuni Javlon Joyilayev ajoyib bir gap gapirdilar. Bir oshamdan bersa to'ydiradi, bir mushdan bersa o'ldiradi. O'ladinglar, bir jadidiylar kerak. Jadidlar ko'rganda bu narsani xursand bo'lgan bo'lardi do'stlarim. Shuning uchun o'qinglar. Keyin bolasiga mototsikl olib beradigan joyim bor. Shuni davomini o'qidim. Ota-onalar eshitib olinglar. Alloh taoloni agar bandadan jahli chiqsa, bo'ysunmas farzand berar. Bundan buyuk jazo yo'q. Nima uchun? O'ligi bor 3 kun yig'laydi. Jinnisi bor bir kun. Daraxt chopilayotganda emas. Chopayotgan boltaning sopi o'zidan bo'lgani uchun. Yana mana kechagida bo'lgan ish. 22 yoshli bola 3 ta bola o'zini o'zi osib qo'ydi. Bir bola keldi. Do'stlarim o'zini o'zi osib qo'ydi. Nima uchun osib qo'ydi? Bu fitratning gaplariga to'g'ri kelmaydimi? Bizga qaysi biri muhim? Uyimizda qo'ylarimiz, mollarimiz soppa-sog'lom-ku, farzandlarimizning burni oqib kasal bo'lib yotibdi. Qaysi biri muhim? Bu yog'iga bu narsani uladi. U bolalarning aybi hamma sharoitlari bor. Hech narsani qiyinchilik bilan olmadilar. Ota-ona hamma sharoitni yaratib berdi. Bilib olinglar, juda og'ir davrlar ajoyib insonlarni dunyoga keltiradi. Ajoyib insonlar yaxshi davrlarni dunyoga keltiradi. Yaxshi davrlar esa ahmoqlarni dunyoga keltiradi. Ahmoqlar esa yana rasvo davrlarni keltiradi. Bu joyga ulanadigan joy nima edi?
bir qishloqda yaqin atrofda bo'lgan narsa kutubxona kitoblari makulaturaga tashlab yuborildi. O'shanday ayol yig'lab turibdi, kutubxonachi ayol. O'shanda yig'layotsa, eri aytdi. Otasi, qayg'urmang. Yo, adasi aytdi. Onasi, qayg'urma. Farzandlarimizni qornini to'ydiramiz. Adasi, qorni o'rgunini to'ydiramiz, muammosiz. Lekin boshini nima bilan to'ydiramiz? O'sha ota-onalar ham farzandning qornini o'ynashtirgan edi. Faqat boshini emas. O'shaning uchun bambuk ildiz olishdan oldin 5 yil ildiziga kuch berar ekan. Keyin teq bo'lsin. Farzandingizlarning ildiziga kuch bering. Ha. Endi bilib olinglar, bu dunyoda tasodiflar bo'lmaydi. Har bir narsa bo'lishi kerak. Shekspirni teatrni egasi olib qo'yaman degan ekanda. Endi yer egasi Shekspir keyin qish paytida dam olishga ketganda teatrni ko'chirib olib chiqib ketibdi-da, suvning ustidan olib ketgan. Ya'ni u inson sudga berdi endi Shekspirni. U faqat yer egasi edi. Bunda hech şey yutib qolmagan, shunda Shekspirni aytgan ekan. Bu dunyo juda katta bir teatr. Har bir inson o'zini juda ham ajoyib qilib rolni ijro etadi. Endi bilib olinglar do'stlarim, ko'p insonlar, johil insonlar baribir sizlar bilan bahslashga keladi, u siz iloji yo'q. Mana shu narsani ketganda bir inson bahslashga keldi, shu narsani 3 marta aytib qo'ygan edim, oxiri qaytib miyasiga ketdi. Hech qachon bahslashmang. Nima uchunsa, hech qachon deydi asalari deydi, go'ng pashshaga deydi, asar go'ngdan yaxshi deb isbotlashga urinmang. Endi do'stlarim yana bu yog'iga o'tinglar. U insonlardan biz xafa bo'lmaylik. Nima uchun? Ilmsiz insonlar ko'r insonlar kabidir. Ko'r insonlar quyoshni ko'ra olmagani kabi, nodon, johil, ilmsiz insonlar ilm ahlilarini ko'ra olmaydi. Usiz hech iloji yo'q. Ko'r insonlarga nima uchun qiyoslanadi? Filni qo'yib qo'yarkansizlar, biri oyog'ini ushlatganda ko'r inson. Bu starbadir ekan. Bittasi xartumini ushlab, bu aytarkanki, bu ilon ekan. Bittasi bivnini ushlab turib, bu qattiq o'tkir narsa ekan. Ular bilisha olmaydi. Ular faqat bilgan narsalarni eshitishadi. Shu. Intervyu atadi. Yo'q, to'g'rilab olamiz kesin. Без проблем. Shu bivnini o'shab ana qilishar ekan. Shuning uchun ilmsiz insonlarda shunda-da. Shuning uchun qaranglar. O'qishimiz kerak. Mana yaqinda bir do'stim gap qildi. Qashqadaryolik do'stim. Bir do'stimiz bor edi. Nuqul ustidan izdivatsiya qilib kulardik. Nima uchun 7 yil o'qidi. 7 yil o'qiganda pul bo'ladi. Okey dedi. Biz soqqa topamiz, araba tortamiz, u yoq bu yoq qilamiz, ishlaymiz. Hop. Keyin nima bo'ldi? Okey dedi, o'qishni bitirdi, xususiy klinikaga ishga kirdi, O'zbekiston kasal qilayotgan ekan. Kasal ko'p, pul ishlashni boshladi. Keyin ota-onasi ko'rdi-da, xususiy uyini sotib, xususiy klinika ochdi. Okey. Biz 2 yilda qilgan chala-pucha uy joylarimizni 1 yilda qildik. Endi bu yoqqa tafakkur qilaylik. Bir ko'z operatsiyasi 22 million so'm turar ekan. Oddiy ishchi qancha ishlaydi bunga? Ish bilganga 1 tanga, gap bilganga 1000 tanga deyilgan emasmi? Hop kitob keragi yo'q deyapsizlar. Farzandingiz kasal bo'lib qolsa yoki jigarlaringiz kasal bo'lib qolsa, Hindistonga olib borasiz 10 ming, 20 ming dollar qarz qilib. 50 ming dollar kerak bo'lsa qarz qilib olib borasizlar. O'sha qayerdan doktor bo'ldi? O'qigandan emasmi? O'qiylik. O'sha doktorlarning pullari o'zimizda qolsin. O'rganaylik, o'zinglar davolaylar. Masalan, Ibn Sino aytadi. Bu dunyoda davosiz dard yo'qmi? Ha, davosiz dard bor deydi. Nima ekansalar, yaxshi insonni yomon insonga ishishi. Bu davosiz dard. Boshqa narsalar hammasi davolab bo'ladi. O'shaning uchun Ibn Sino aytadi. Insonning tanasini davolamoq tabiblarning ishidir. Insonlarning ruhini davolamoq tabiblarning shog'idir. Bu ham shu so'zga ham juda ham to'g'ri keladi. Qaranglar. Bemorlar ko'paygan jamiyatda doktorlar ko'payar ekan. Nodonlar ko'paygan jamiyatda esa faylasuflar paydo bo'ladi. Nima uchun? Doktorlar tanalarni davolasa, faylasuflar qalblarga hujum qiladi. Shuning uchun ham o'qishimiz kerak. Bilib olinglar, bu dunyo nima ekan? Bu dunyo olimpiada o'yinlari. 3 xil ishtirokchilar bor. Olimpiada o'yini qatnashchilari. Olimpiada o'yinida qatnashayotgan insonlarga ovqat sotayotgan insonlar va uchinchisi o'yinni tomosha qilayotgan insonlar. Insonlar ham 3 xil toifada o'ylaydi. Mansab va shon shuhratni orqasidan qo'yayotgan insonlar, boylik, ya'ni nafsni orqasidan qo'yayotgan insonlar. Uchinchisi esa haqiqatni orqasidan. Haqiqatni orqasidan qo'yayotganlar ilm egalari bo'ladi. Shuning uchun ham aytadi, insonlarning 2% tafakkur qiladi, 3% tafakkur qilaman deb o'ylaydi. Alaykum assalom. Tafakkur qilaman deb o'ylaydi. 95% tafakkur qilishdan ko'ra narigi dunyoga ketishni afzal ko'rishadi. Shuning uchun ham juda ko'p o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Usiz hech iloji yo'q.
Qancha o'qisak, o'rgansak shunchalik qilamiz. O'shaning uchun olimlar aytadi, biz tanaga emas, ruhga qo'shamiz. Ruhlarimizni tarbiyalaymiz. Jannagina nafsni yenga olishimiz mumkin. Nafsni yengish ham Alisher Navoiy, Husayn Bayqaroga aytdi. Husayn Bayqaro Alisher Navoiyga aytdi. Xalqimiz juda aynab ketdi. Hech chorasi yo'q. Nima qilamiz desa, bugundan boshlab har qanday marosimlar faqat mozori sharafda bo'ladi. Har qanday marosim, har qanday tadbirlar. Endi mozorda tadbir bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Ikkita o'g'ri bor ekanda. Qarabdi-da, qarasa Sardorning qabri. Yantog' bosib rasvo bo'layotgan ekan. Debdi, shundoq katta o'g'rimiz qabri shundoq rasvo ahvolda. Bizga tekin bo'lamiz. Shundan keyin o'g'rilikni tashlab olish kerak ekan. O'shaning uchun o'g'irlayverishadi deydi-ku. Mana Amerikada yaqinda bir finansiy ekonomistning insonning so'zlarini o'qib qoldim, juda zo'r gap bo'lgan. Ta'lim tarbiyaga tikilgan $1, temir yo'l, avtomobil sanoati, boshqa sanoatlardan ko'ra ko'proq daromad keltiradi. Nima uchun? Juda katta o'zgarishlar bo'ladi. O'shaning uchun ham farzandlaringizni juda ham yaxshi o'qitinglar, o'rgatinglar, uylarda kutubxona tashkil qilinglar. Mana Qashqadaryoda rossiyalik migrantlar 100 million pul to'plab kutubxona qilishgan. Birinchi shahar bo'yicha mana shu ochilgan kutubxona. Shu insonlar. Mana Yoshlar agentligi tomonidan yaqinda kitoblar ham berildi. Mana shu inson hozir gapirayotgan gaplari. Tez qildik, birinchi o'ringa 2,5 million so'm pul, ikkinchi o'ringa 2 million so'm o'zigini yonidan o'sha migrantlar berishdi. Uchinchi o'ringa 1 million so'm pul. Qarasam deydi, bitta xotin deydi, eriga xotiniga test yetib berib turibdi dedi. Ularni chiqarib yubordi. Birinchi o'rinda bir kambag'al xonadondan bir qiz oldi. Juda ham kambag'al edi. 2,5 million pulga men uyimga 1 tonna bug'doy olaman. Ro'zg'origa yordam beryaptim. Qarang, ochinglar kutubxonalarni. Qachongacha uylarga saqlaysizlar shu pullaringni? Mana isbotlab ham berayman. Bir Bekobodlik do'stim bor edi. Shu 90-95-yillar juda ko'p uyimizda pulimiz ko'p. Nima bo'ldi? Keyin ayolim bundoq kelsam deydi, suv bashnasini qo'yib qo'ydi. Katta suv bashnalari bor. 6-7 tonnami nechida suv suvlar. Bir jahlim chiqdi dedi. Lekin bir hikmatli bo'ldi. Butun bir qishlog'imning aholisi hammasi soppa-sog'lom. Toza suv uchun. Qarang, o'sha pullar yo'masa kassalarda yorib ketardi. Vaqtida o'sha so'm kuponlarga insonlar oshlar davladilar. Choylar qaynatdilar. Nima bo'ldi? Yo'q bo'lib ketdi-ku. Bilib olinglar. Ba'zi insonlarning baxtsizligi tufayli kun ko'radilar. Hech qanday iloji yo'q. Keyin shuni ham o'qiymiz. Yoki mana masalan qarang. Behbudiyni padar kushini o'qiganmisizlar? Mana shuni yaqinda yoz kunida bir inson gapirib qoldi menga. Okajon dedi, otalar ko'p Makka ga jo'natilyapti. Shuni bilasizmi? Ha, bilaman. Sababi nima deb bilasizmi desam? Nima ekan sababi desam? Mirzo Ulug'bekning o'g'li Makka ga jo'natgandan keyin qaytishlik yo'q qilmadi. Bizda Turkiylarda qonimizda bor, bilmaysizmi uni? Dedim, okajon deydi. Otalarni deydi, qariyalar uyga topshirsa deydi. Ko'p gap so'z aylanyapti. Oboradi deydi. Yaxshilab ottovda aylantiradi deydi. Yo'q bo'ladi. Hozir 500 ming o'lish bo'lyapti. Erkaklarimiz qirilmoqda. Moq ayolni ko'nglini olaman. Endi buni hayotiy ham isbotlab berayman. Shu bir bolaga gapirdim. Nima dedi bilasizlarmi do'stlar? Bu yolg'on emas. Haqiqat achchiq, yara hosil qiladi. Dodam o'lmayapti deydi. Hali ham o'lmayapti deydi. Necha yildan beri poylaymiz shu dodam o'lishini. Dodangni mol mulki ko'pdir desangizmi? Ha deydi, nechta do'koni bor deydi. Nechta mol mulki bor, 90 ga chiqqan. Hali ham o'lmayapti. Merosini kutyapti. Ha, o'lishini poylayapti o'zini dodasini. O'zini adasini o'lishini poylayapti. Mana Koreyada bitta ishlab kelgan insonni gaplashdim. 25 yil ishladim deydi. Oilamga, ro'zg'orimga hamma narsani qilib berdim. Ayolimni qo'l pul so'rayverdi. Har bir ishimga pul so'ragan. Nima qildi? Shu otani. Bolalarim meni urdi dedi. Mana o'sha ota hozir ko'chada xor bo'lib arkash bo'lib yotdi. Bu nima ayb edi? Sadriddin ayning gaplari. Erkaklik kishini to'qchilik bizadi, ayol kishini yo'qchilik. Shuning uchun ham o'qishga majburmiz do'stlarim, o'qinglar. Mayli salomat bo'linglar, qancha ko'p o'qisanglar shuncha natija. Sayyorbek Qayumov obunachilariga. Sayyorbek Qayumov mana eng qiyin davrlarimda shu inson kelgan edi. Sizlarga 6 oy bo'ldi. Ha, 6 oy mana eng qiyin davrlarda shu inson qo'llagan edi. Rahmat. Çok rahmat shu inson do'stimga. Sog' bo'lsin. O'sha paytda mana haqiqiy muxlislarda o'shaning uchun aytadi. Oltinday bo'lmang, hamma qadrlaydigan. Temirdek bo'ling, haqiqiy insonlar qadrlasin. Yo va bir narsani men isbotlab berdim, do'stlar. Isbotlab berdim. Bir boshida videoim chiqqanda bir ustoz kelib aytgan edi. Ustoz, sizni videoingizni ko'rsatsang, talabalar aytibdi, "Ey, shuncha kitob o'qib, shunaqa qiynalib yurgan ekan. Biz ham shunaqa qiynalamiz." Isbotlab bermadim. U do'konimdan qura oldim.
qo'llab olganinglar uchun prezidentimiz yoshlar agentligi tomonidan qo'llab olganlikka qurildik. Xalqimiz tomonidan qo'llab olganlikka qurildik. O'shaning uchun mana isbotlab berdim. Bilib olinglar, haqiqat bo'lish uchun 3 ta bosqichdan o'tish kerak. Ustidan juda qattiq kuladilar. Juda qattiq qarshilik ko'rsatadilar. Endi hech narsa bo'lmagandek odatiy holda qabul qiladilar. O'shaning uchun oxirgi so'zlarimni aytganimda ochilish maqsadida sindi deb o'yladilar. So'ndi deb o'yladilar. Shunchaki ular bilmadilarki, kelayotgan bahor uchun yaproqlarni tushirayotgandek xolos. Jaloliddin Rumiy salomat bo'linglar. Katta rahmat, sog' bo'ling. Bizni kuzatib turgan barchaga rahmat. Xayrul Asalov. Salom.